Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Hammasi yaxshi ekan. Doktor aytdi, ko'proq yayov yursin dedi. Ha. So'ng haligi raddomda xotinlardan bir gap eshitdim, dada. Ha. Tug'ayotgan xotin nimaga ko'proq qarasa, bola shunga o'xshar ekan. Mana futbolni jinnisiman-ku, Ronaldoning rasmini sotib oldim. Ha. Kravatni tepasiga osib qo'yaman, keliningiz yotganda ham, turganda ham faqat shunga qaraydi. O'g'lim shunga o'xshasin deyman-da, ota. Keyingi safaringizga Abduqodirning rasmini osib qo'ymoqchiman, Husanovni. Ha. U ham o'zimizdan. Ha. Siz ham eshitganmisiz o'zi? Shu gaplar rostmi? Rost. Haqiqatan ham. Seni ham onang homiladorlik payti sigir sog'aman deb molxonaga kirib qolgan. O'sha payti dard kelib qopti-da. Shu ko'zi eshakka tushib qopti. O'shaning uchun sening parasating eshakning parasatidan farq qilmaydi. Ey ahmoq. Til ko'taril.